Mana seni sevimli multfilming endi ovqatingni yeyishni boshla. Ura, endi multik ko'raman. Oyim berayotgan ovqatlar shirin yoki shirinmasligini umuman farqi yo'q, multik ko'rsam bo'ldi. Va nihoyat seni ovqatlantirishni oson yo'lini topdim. Ana endi kuni bilan och yurmaysan. Ha, ovqatlanyapman, lekin nima yeyotganimni farqi yo'q. Muhimi multik o'chib qolmasa bo'ldi. Agar multfilm o'chib qolsa, janjalni kattasini ko'rasizlar. Men umuman ovqat yemay qo'yaman. Bunisiga nima deysiz? Kelajakdagi muammolarni o'ylab boshimni qotirish niyatim yo'q. Asosiysi bu ish berdi. Sen ovqatingni yeyaver. Seni qorning to'q bo'lsa, men o'zimni yaxshi onadek his qilaman. Qara qanday mazali ovqati, hammasini oxirgacha yeb qo'y. Demak, sizni hali beri multfilmni o'chirish niyatingiz yo'q. Unda kelajakda ovqatlanish vaqtida men zerikib qolmasligim uchun har xil o'yinlar o'ylab qo'yavering.